sog'lom bo'lish uchun, ong osti qanday ishlashini bilish uchun, ishlatish uchun, yana nima? Ozish uchun, gepadozdan qutulish uchun, grijadan qutulish uchun, vahimadan qutulish uchun, yana qo'rquvdan, yana bosh og'riqdan, ichmasa osh og'rimaydi. Yana nima? Davleniyadan. Xullas karom, mana qaranglar-da. Shuncha dard u nima bitta darsda hammasi bo'ladimi degan savol tug'ilishi mumkin. Ilgari eslarda bormi? 90-yillari ko'chalarda stolbalarda yozib qo'yardi. Mono kasal davolayman telefon deb. Eslarda bormi? Men bir kuni ishga ketyapman-da, bunday shularni o'qidimda, qani edi bitta doktor shuncha kasalni davolay bilsa, qani edi derdim-da. Lekin vaqtlar o'tib bir narsaga amin bo'ldimki, agar odamni o'zi, mana hozir tushuntiraman, odamni o'zi xohlasa, mumkin emas narsani o'zi yo'q ekan. Mana